Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhinin Sahih Bukhari namlı kitabıda bugün Taharet hakkındaki kitabının tövendeki babını okumuz. Bu babda İmam Bukhari bundaqdaydı. Bir adam taharetinin bağ yoxluğu şək qığa vaxtında haqiqi şək gumani işenç turuzğuzulğanğa qədər bu adam taharet almışın boludu. Degan mazmun haqida. Undaqda bu İmam Buxariyning bu babni bundaq mazmun bilan ilishi cho'qim bir hadisda muhim munosabatli bir mazmun bor deyishga bo'ldi. Bu 137 numurli hadisda İmam Buxoriy rahmatullohi alayh bizga Ali hadis so'zlab bergan edi dedi. Ali İmam Buxoriyning xos buyuk ustozlaridan ismi Ali ibn Medine, yani Ali ibn Abdullah namı bilen en büyük muhaddisler aynı vaxtdaki. Bu kişinin tercümanı başta öttü oğay. Bu kişi deydi bizge Sufyan hadis sözlep bergen idi deydi. Sufyan'ın ismi iki oğay Sufyan'ım deydi. Birisi Sufyan ibn Uyeyne, birisi Sufyan ibn Sevri. Nime? Sufyan ibn Sevri. Bu yerdikse hem de Sufyan ibn Uyeyne. Bu kişi ne çıkarttım öttü. Bu kişi hem de bir yerde bu hadisini rivayet kılıp mundaqdaydı. Bizge Zuhri hadis sözlep bergen ediydi. Zuhri kime? Muhammed ibn Muslim ibn Şehab Zuhri. Bu adam Sa'id ibn Musayyib. Ebu Hureyre'nin küyoğlu. Bu kişinin tercümanı etti. Hadisin bir yerde hem de ha dep mi yerde belge koyaptı. Ha digini tahvil demekçi. Bir yerdeki ha harifi tahvilül isnat deyimiz. Yani bu kilovatkan rivayetninki reylisini başka bir yeni bir isnatqa yötküvtüglik. Ondaqda bu hadisini İmam-ı Zuhri rahmetullahi aleyh Sa'id ibn Musayyib arqılıq bir rivayet, Abbad ibn Temim arqılıq bir rivayettin. Ondaqda bu hadisini iki xil senet bilen, iki xil rivayet bilen rivayet qıvalıq çıkıp durmadı. İmam Zuhri Sa'id ibn Musayyib'din ve Abbad ibn Temim'din. Abbad ibn Temim bolsa özüň tağısıdan rivayet kılgan. Bu ýerde Sa'id ibn Musayyib Abbad ibn Temim'nin tağısıdan rivayet kılgan boluşy mümkin. Ýa-ki sahabyn rivayet kılmay özü rivayet kılgan boluşy mümkin. Çünki Sa'id ibn Musayyib'ninki Resulullah bilen şu özüň aralygyndaky sahabyny bäzi çürüp goýup bäzi rivayet kıldygan ýollarmy bar. Bunu marasil dep ataýmyz hadis ilmida. Muhime ama bir de Abbad ibn Temim diye adam kim o? Diye vaxtda Abbad ibn Temim'ne bir kısım kişiler sahabiti dep qaragan. Çünkü ben Xandaq uruşidagi vaqaliklarni men Ankara alayman. Men şu vaqtda 5 yaşdım degan. Muşnunga asasen bu adamni sahabe dep qaraganlar bolgan. Ama bir kısım tarixçiler İbnül Asir'e oxşaş, ya sahabe emas bu tabiin diyen qarashni bekrak meşhur güçlendirgen. Çünkü sahabeler içinde Abbad ibn Temim dep adam yoktu. Şun bunu tabiin deymiz dep qaragan. Ama İmam Zahabi qatarlıq tarixçiler bu kişini sahabe deymiz. Öz küçük sahabeler qatarı çırdı dep qaragan. Qağın vallahu alem. Muhime bu adam bu hadisni Abbad ibn Temim özün tağısıdan rivayet qılıvatıdı. Tağısının ismi Abdullah ibn Zeyd. Bu Abdullah ibn Zeyd isminden bir neçe sahabe var. Yeni bir sahabe var mesela Azan kirgen. O sahabenin ismi muşnuğa okşap getdi. Lekin bu sahabe o emas. Bu Abdullah ibn Zeyd mi Hazret kabilesinden o Azan kirgen sahabe mi Hazret kabilesinden. Ama bu yerdeki Abbad ibn Temim'nin tağısı bula nayeti köp töhp gösterken sahabeler. Ata-anasım sahabe, özümü sahabe, bir inisi Habib ibn Zeyd dediğin kişi sahabe, Musayl ibn Kazzab şu kollarını, bedellerini kesip paç kılıp kesip etkenmiş Abdullah ibn Zeyd'inki bir inisini. Bu Abdullah ibn Zeyd Musaylemet ibn Kazzab dediğin İslam tarihindeki eşeddi bir kazzab ötken. Şu kazzabni vahşi kululan birleşip Musaylemen öldürüşe katnaşkan. Özü Hicriyanın 63. yılı Medine'de Harra vaqası deydigan Medine'nin şərq tərəfində çox bir vaqa olğan.
Abdülmelik ibn Marvan'daki devirde Medine'nin adamlarına köp kırıp taşıp etken o Meviler köplerini şu uğraşta şehit kılınan bu adam. Undaqda desem özü qaytib kelsak, bu Abdullah ibn Zeyd degan Abbad ibn Tamimning tog'isi Payg'ambar alayhisolatu vassalamga shikoyat qilib bir voqelikni yetkazibdi-da. Ya Rasululloh, bir odam bor ekan, bu namozda to'limushda vasvasa, xayol kirib oladi ekan. Tartim bormidi, yo'qmidi? Bir o'sroq bordek degandek mushta xayol kirib oldi ekan, qanday qiladi degandan keyin payg'ambarimiz mundaq javob beribdi. U o'qiyotgan namozni tashlab ketmisin yoki masjiddan qaytib ketmisin, bir ovozni yoki bir puroqni his qilib bilganga qadar bu yerdan ovoz, shu ovozi o'sroq, puroq degani ovozsiz o'sroq, yel. Mushni his qilmoqchi ko'pincha namoz yuz berdigan avval mushu. Namozda tarif sundiradigan omillardan namozni ko'pincha mushu ishga avval yuz berdi. Tarat, cho'q tarat, kichik taratning ishlari namoz turib qilolmaydi, odatda uni sirtqi qilsa bo'ldi. O ma'ni tutib olmaydi ko'pincha. Demak bu hadisda biz nimani tushunamiz degan vaqtida odam aslidagi kallasida ishonchlik deb qaralgan narsani ma'lum vahmiy gumon bilan, shak shubha bilan o'zining ishonchisini yo'qotib qo'yishga bo'lmaydi. Haqiqiy o'zining ishonchisini buzib tashlagandek bir amaliy reallik yuz berganga qadar o'zining aslidagi ishonchisini saqlab turish kerak degan bo'ldi. Tarit og'anlik ishonchlik, taritning borligi ishonchlik, ammo xiyol, gumon, shak shubha buni shayton qo'yib bermaymiz bu avolni. Bu hadisga asosan ulamolar mundaq bir fiqhiy qoidani maydon keltirgan. Al-yaqin la yazulu bi shak deb. Shak bilan yo'qolmas degan bo'ldi. Shundaqla bu hadisga asosan ko'p sondagi ulamolar bu hadisni asos qilib turib, bunda odamning tariti buzilmaydi. Cho'qim taritni buzgan narsa ishonchlik bo'lish kerak, shak shu bilan tarit buzilmaydi deb qaragan. Ammo to'rt mazhab ulamolar ichida bütün ulamolar shu qarashni yoqlagan bo'lsa-mu, Imom Malik rahmatullohi alayh namozning sirtida bo'lsa buziladi, namozning ichida bo'lsa buzilmaydi degan qarashni yakunlagan. Bu hamda Imom Malikninki ehtiyotli ko'z qarashi bo'lsa kerak hamda. Hatto bir qism ulamolar tarat ilvasi yaxshi deganda qarashnimi yoqlagan bu nuqtadan. Ehtiyot nuqtasidan hamda tarat ilishni vojib yoki to'g'ri deb qaragan bo'lsa-mu, ammo hadis nuqtasidan payg'ambarimizniki so'z iborati bilan ilib etgan vaqtida bu ko'p sonli ulamolarningki so'zi Rasulullohning bu so'zi bilan texminayt kuchli deyishga bo'ldi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana bir hadisda Alloh haqdan hayo qilmaydi. Sizlarning biringlar namozni o'sirab salsa, masalan, tarat oson degan mazmunlarni bayon qilinganligini Imom Ayni Badrdan Ayni bayon qilib o'tgan. Demak bu o'sirab qilish o bir hayo qiladigan narsa emas. İnson bo'ladigan insonda tabiiy ba'zida imkon bor qisvag'ini yaxshi hamda qisvag'in bo'ladigan narsani qo'yib bersa odam bayada bu yaxshi avval emas. Ammo lekin faqat endi qisuvlanmay amal yo'q chiqib qoldi bu vaqtida buni hayo qilib xijilolab manda yuz bo'lmaydi. Vatallida biz kichik vaqtlarimizda ko'rgan namoz o'tirib qolgan odamniki keyin masjidga unmaydigan xaqil qaqaqlab kulib namozni buzaydigan manda avvallarni ko'rgan. Bir qatim o'sha Madinada bir masjidda namoz o'qib qoldik-da, biz mahall masjidda. Uni taqib uzoq umr 3 oy bo'lib qoldi. Taz peshin mezgili bo'lsa kerak. Namoz o'qib, shunda sajdaga beshimizni qo'ya olsak, bir odam usrab soldi, bir arab. Usrab soldi. Jimjit masjidning ichi. Bir adam kuladigan, ya mazaq qiladigan ish yo'q. Shunda sajdadan beshini ko'targandan keyin u odam birdan turib qo'pab chiqetdi tartag'ili. Hech bir adam uni ayiblaydigan yo kulib qoqoqlab ketadigan ya kuch qilib kuladigan bunda avval mavjud emas. Lekin bizda bu nayt ig'ir. Bu agar bir odam namozni o'sirab qo'ysana,
Onu söz çöçek qiladigan, bitmege qiladigan, uni hatto ba'zi tillaydigan, hech bo'lmaganda mazaq qilib kuladigan ahvol mavjud. Bu toza yaxshi ahvol emas. Hatto payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zim o'sirdigan tursa deb bunday mazaq qiladigan odamlarga nisbatan bunday tanqidiy so'z qilgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.